Yakkasaroy tumani Prestige Gardens novostroykasida bugun 5-etajda 4 xonali xonadon sotuvga qo'yildi. Umumiy maydoni 95 kvadrat va ko'rayotganingdek dizaynerskiy remontlar qilingan. Gostivoy zalimizda o'rtada обеденный zonamiz bor. Katta televizorlar, stilajlari va o'ng qo'limizda alohida mягкая zona ham qo'yib berilgan va bu xonada hali o'zini konditsionerlari ham bor. Zaldan chiqishimiz bilan chap qo'limizda детский xonamiz, ikkita alohida kravat va katta o'zini garderobniy shkaflari ham bor. Uchinchi xonamiz xolaseli bo'tda детский, xolaseli родительский spalnya ham qiseli bo'ladi. O'ng qo'limizda birinchi совмещенный sanujelimiz joylashgan va har bitta xonasida alohida o'zini cho'pli pollari ham bor. Oxirgi 4-xonamiz bu родительский spalnya, o'rtada двухместный kravat, televizor, stilajlari bor, katta garderobniy shkaf va ota-onalar alohida uchun mo'ljallangan o'zini sanujeli ham bor. Spalyadan chiqishimiz bilan bu yerda уже koridor bo'lyapti. Также garderobniy shkaf bor, katta oyna ham qo'yib berilgan bo'lyapti. Oxirgi xonamiz bu oshxona. Oshxonada o'zini alohida eshiklari ham bor va o'ng qo'limizda обеденный zona, bu yerda ko'rayotganidek полностью mebel texnikalari bilan qo'yib berilgan. Oshxonadan alohida o'zini letniy balkoniga ham chiqsa bo'ladi. Va bugungi kunda ushbu xonadon $179.900 ga xarid qilsa bo'ladi.